ko'p ota-onalar tarbiyada xatolikka yo'l qo'yadi. Ular bolasini solishtirib, kimnidir unga maqtab, uni oldida bolasini kamsitib, bolaga motivatsiya bermoqchi bo'lishadi. Buni tagida mehr yotadi. Men solishtirsam, uni o'rnak qilib ko'rsatsam, bolam unga qarab intilib, o'sha muvaffaqiyatli bo'ladi deb o'ylashadi. Lekin bu teskari ishlaydi. Qancha bolani solishtirsangiz, masalan, qo'shningiz bolasini maqtab, "Sen unaqa emassan" desangiz yoki "Akangni qara, akang mana bunaqa, sen unaqa emassan" desangiz, bolada samootsyenka tushiradi. Bola "Men unaqa emasman, u mendan zo'r. Men unaqa emasman." Bo'ldi, u bir umrga ketadi. Samootsyenkasi past, hayotida atrofdagi odamlarga o'zini solishtiradi va doim atrofidagi insonlardan "U mendan muvaffaqiyatliroq, u mendan omadliroq" deb o'zini kamsitib yashaydi. Yana bitta yomon tomoni, agar akasi, opasi va hokazolarni solishtirsa, o'zini jigarlariga nisbatan unda nafrat paydo bo'lib qoladi, yomon ko'rib qoladi. Shuning uchun bolani solishtirmay katta qilish kerak. Doim har birini o'rni boshqa. Sizni mana shu barmoqlaringiz birini katta, birini kichik demaysiz-ku, bittasi og'risa hammasi og'riydi-ku. Shuning uchun hamma bolani oilada o'rni bor. Har bittasini o'ziga yarasha предназначенияsi, vazifasi bor. Hammasini bir xil ko'rish kerak va ularni bir-biri bilan solishtirish kerak emas. Solishtirish holati, mana bolani solishtirish holati o'ziga nisbatan bo'lishi kerak. Farzandingizni hech kimga solishtirmang. Siz uni o'zi bilan o'zini solishtiring. Masalan, aytishingiz mumkin: "Sen bundan 1 yil oldin bunaqa ishlar qila olarding. Hozir esa 1 yildan so'ng shuncha muvaffaqiyatli bo'lib ketding. Qara qanchalik rivojlanding." Shunaqa qilib motivatsiya bering. Boshqalar bilan emas, o'zi bilan solishtiring.